Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ushbu videomiz davomida hisob manfiy sonlarni ko'paytirish bo'lish jarayonlarini tanishib o'tamiz. Xo'p, hisob-kitob natijalari o'zimiz bilgan misolga o'xshab ketaveradi, faqat ishoralarga ozroq e'tiborli bo'lsak bo'ldi. Hozir bizga 8 kira 2 ni hisob-kitob qilsak 16. Ishora qo'yayotgan payti manfiylar soni sanaladi. Agar manfiylar soni juft chiqsa, demak natija musbatda olinadi. Ya'ni hozir biz 2 taligi uchun musbatda oldik. Hozir 8 kira 2 ni hisoblaymiz 16. Manfiylar soni bitta, ya'ni to'qligi uchun o'zini qoldiramiz. Ya'ni juftda chiqsa ikkita bo'ldi hozir musbat oldik. To'qda chiqsa, ya'ni bitta bo'ldi manfiy oldik. Bu savolimizda ham manfiylar sonini sanasak 1 2 3, ya'ni to'qtaga natijani manfiydan olamiz. Qolganlari hisob-kitob, ya'ni 8 2 ga bo'lsa 4, 4 kira 3 12. Bu savolimizga avval ishorani topib olamiz. Manfiylar sonini sanaymiz, juftliqlikka ajratamiz, ya'ni 1 2 3 4 juftligi uchun musbat olishimiz kerak. Qolgani hisob-kitob. 4 kira 3 12, 2 ko'paysa 24, 6 ga bo'lsa 4. Endi bu savollarimizda amallar bajarish tartibi, ya'ni ketma-ketlikda chiqishimiz kerak. Bo'lish amallarini bo'lish, ko'paytirish, bo'lish amallarini chiqamiz dastavval. Hozir bizga -12 ni 2 ga bo'lsa -6, ya'ni manfiylar bitta, ya'ni to'qta. -6 ga -3 ni ko'paytirsak, manfiylar ikkitaligi uchun natija musbatdan 18 chiqib, qarz sotish qoidasiga ko'ra musbat 18, 18 musbatligini beradi. Mana bu joyda bo'lish jarayonida yana manfiylarni sanaymiz. 1 2 musbat chiqar ekan ikkita bo'lib, ya'ni 4 ga 2 ni bo'lsa 2 musbatdan chiqadi. Qolgani o'zimiz bilayotgan hisob-kitob ikkitalashtira olamiz, ya'ni har xil ishorali sonlar bor. Ayirsak 18 dan 6 12 va kattasining natijasi qo'yiladi musbat va ustiga 2 ni qo'shib 14 degan natijani hosil qilamiz. Yuqoridagi savollar yechimlari tushunarli bo'lgan bo'lsa, yechimlaringizni izohda qoldirishingiz mumkin.